Hozirgi kunda xalqimiz orasida BYD, Tesla va boshqa elektromobillariga talab ortib bormoqda. Buni inobatga olgan holda China Motors ushbu elektromobillariga rasmiy dilerligini olgan. Endi siz bizning telefon raqamlarimizga telefon qilib, ushbu mashinalarga buyurtma berishingiz mumkin. Ishonchingiz uchun rahmat. Rossiya Ukrainani o'qqa tutishda X-55 raketalarini qo'llagan. Ularni Moskva qachonlardir Kiyevning o'zidan olgan. Ukraina Mudofaa vazirligi razvedka bosh boshqarmasi vakili general Vadim Skibitskiy New York Times'ga ma'lum qilishicha, Ukraina harbiylari oktyabrda Rossiya qo'shinlari tomonidan berilgan zarbalardan keyin X-55 qanotli raketasi bo'laklarini topgan. U 1970-yillarda yadroviy jangovar kallaklarni tashish uchun ishlab chiqilgan. Skibitskiy da'vo qilishicha, raketaga foydali yuk ortilmaganini bekitish uchun jangovar kallak olib tashlanib, ballast qo'shilgan. Buni Pentagon va Buyuk Britaniya harbiy razvedkasi ham tasdiqlagan. Razvedka bosh boshqarmasi ushbu raketa Ukraina qurol zavodida yasalganini aniqlagan. Skibitskiyning so'zlariga ko'ra, Rossiya bu raketalarni katta ehtimol bilan 1990-yillarda Ukrainadan yadro quroli tarqatmaslik haqidagi shartnomaga qo'shilishi munosabati bilan xavfsizlik kafolatlari to'g'risidagi Budapesht memorandumini imzolaganidan keyin olgan. Ushbu hujjatda Ukraina hududida bo'lgan va yadro quroli tashishga qodir raketalar yo'q qilinishi yoki Rossiyaga berilishi kerakligi ko'zda tutilgandi. New York Times yozishicha, noyabrda Ukraina harbiylari yana 2 ta X-55 raketalari bo'laklarini topgan. Ularda ham jangovar kallaklar olib tashlangan bo'lib, katta ehtimol bilan Rossiya ularni ham Ukrainadan olgan.